27-mavzu meditsina. Endi haydovchiga avtomobilni boshqarish taqiqlanadi. Charchagan holatda alkogol, narkotik yoki boshqa psixotrop dorilar ta'sirida boshqarish mumkin emas. Endi nimaga charchagan holatda taqiqlanadi? Chunki charchagan holatda haydovchini uyqu bosadi va rulda uxlab qolishi mumkin. Keyin avariya natijasida jabrlangan odam har doim orqasi bilan qattiq taxtani ustida yotishi kerak. Mana bu yerda ko'rsatilgandaki, uni tanasini mahkamlab qo'yish kerak bo'ladi. Tirsaklari bukilgan, ikkita oyog'i birlashgan holatda. Ikkita oyog'ini orasiga обязательно yumshoq mato qo'yish kerak bo'ladi. Lekin ko'krak qafas shikastlangan bo'lsa, jabrlangan odam shikastlangan yoni bilan yotishi kerak. Ya'ni o'ng tomon qovurg'a sinsa o'ng tomon bilan, chap tomon sinsa chap tomon bilan. Undan tashqari ko'krak qafas shikastlanganda ko'krak qafasi bintlash kerak bo'ladi pastdan yuqoriga qarab. Agar oyoq sinadigan bo'lsa, bunaqa jabrlangan odamga shina qo'yish kerak bo'ladi. Shina bu tekis taxta bo'lagi hisoblanadi. Ikkita qo'yiladi, ichki va tashqi tomondan. Shuning uchun ham meditsinada oyoq singanda har doim ikkita taxta ichki tashqi tomondan degan javob to'g'ri chiqadi. Keyin tos suyagi singanda tizzani orqasiga o'ram qo'yiladi. O'mrov suyagi singanda bo'lsa, mana bu suyag qo'ltiqni orasiga o'ram qo'yiladi. Shuning uchun ham meditsinada o'ram degan javob ham har doim to'g'ri chiqadi. Keyin yumshoq to'qimalar shikastlanganda, ya'ni teri, muskullar, bunda o'sha joyda ko'karish paydo bo'ladi. Yumshoq to'qima jarohatlanganda o'sha joyga обязательно muzdek narsa qo'yish kerak bo'ladi. Qorinda ham xuddi shunaqa. Lekin qorin jarohatlanganda yeyish, ichish taqiqlanadi. Keyin jarohatlangan odamda qon ketayotgan bo'lsa, qarash kerak. Agar pushtirang qon bo'lsa, значит arteriyadan qon ketyapti. To'q qizil bo'lsa, venadan qon ketyapti. Arteriyadan qon ketayotganda jgut qo'yish kerak bo'ladi yaradan yuqoriga 1 soatga. Agar jabrlangan odam hushida bo'lmasa, nafas olmasa, yuragi urmayotgan bo'lsa, bu klinik o'lim holati hisoblanadi. Bunaqa vaziyatlarda yurak o'pka reanimatsiyasini o'tkazish kerak. Bu qanaqa tartibda bajariladi? Birinchi bo'lib nafas yo'llari bo'shatiladi. Keyin 2 marta havo puflanadi va 30 marta ko'krak qafas bosiladi. Keyin qo'li shikastlangan odamga kiyimini yechish kerak bo'lsa, birinchi bo'lib sog' qo'ldan, keyin shikastlangan qo'ldan yechiladi. Agar kiyim kiydirish kerak bo'lsa, birinchi shikastlangan qo'lga kiydiriladi, keyin sog'lom qo'lga kiydiriladi. Keyin bosh miya jarohatida jabrlangan odamni faqat tez yordam mashinasida olib ketish mumkin. Keyin meditsinada barcha degan javob har doim to'g'ri chiqadi. Oxirgisi yod eritmasini ishlatish mumkin, faqatgina yarani atrofini tozalash uchun.